Gapirmayman, faqat uraman, sindiraman. Uraveraymi? Mush bilan uraman degan, ko'rdingmi? Assalomu alaykum. Mashinani 100 ming 150 mingga oshtiraman, undan ko'ra ayni sindirib o'zim ochib beraman deydigan akalar uchun maxsus video foydali bo'ladi degan umiddamiz. Qancha rasxod ketadi, nima ovoragarchilik bo'ladi, shuni ko'rsatib o'tamiz. Gapirmayman, faqat uraman, sindiraman. Uraveraymi? Mush bilan uraman degan, ko'rdingmi? Onasini emsin. Bunday qilasizlar, bunday ochasizlar, ochildi eshik. Ekan. Oyna narxlari bilan tanishish uchun Avtoglassiya Muhammad akani oldiga chiqdik. Hozir eng ommabop mashinalar narxlari bilan tanishamiz. Aka yonbosh aynalar sizga masalan. Yonbosh aynalar biz endi ochasiz, mashina ochamiz. Shu ko'pchilik savol bo'ladi. Sindirib yuborganim arzon tushmaydimi undan ko'ra degan. Shuning aka Nexia, Lacetti, Matiz hammasi o yonbosh aynalar, old eshiklar, orqa eshiklar 150 ming so'mdan bo'ladi. Agar qo'yib beramiz desanglar 50 ming so'm xizmatiga olinadi. Optim 150 mingdan beramiz aka. Cobalt Nexus ular ham. Cobalt Nexus hammasi standart aka, 150 ming so'mdan. 10x Trekkerlarchi? 10x Trekkerlarimiz ular 300 ming so'mdan, old eshiklari. Ularni ham qo'yib berishadi. Qo'yib berishadi 50 ming so'mdan xizmatiga olamiz agar qo'yib beradigan bo'lsak. Malibularchi? Malibular 500 ming. Malibu tepasida mashinalar o'zi ular sindirib yubormaydi. Ular sindirishni tanlamaydi. Ko'rdinglar nima holat bo'lganini? Salonlar polniy shishasini qo'yib ketdi. Undan tashqari eshikning ichi ham shishasiniga to'ldi. 150 ming so'm ayni, 50 ming so'mga ustanovka qilib beramiz dedi, lekin u xizmatga ayni shisha sinalarni tozalash kirmaydi. Aynaklarning oralarida, ba'zi eshik oralarida shisha sina qolib ketadi. Yurganda shiqirab ovoz chiqarib beradi. Onasini ham video olaman deb qo'lni qonatib oldim. Bu tozalaguncha vaqti qo'llar kesilib ketadi.